Hurmatli do'stlar, xo'p, ekonom pechka so'raganlarga o'sha aytib o'tganimizdek original logotip tushirilgan pechkamiz. Adashmanglar, mashinasi original bo'ladi. Xo'p, listlari 208, o't yonadigan joyi 5-6 bo'ladi, двойной bo'ladi. Buni plus tarafi tagi cho'yan bo'lgan. Mana shu o't yonadigan joyi 5-6 bo'ladi. Qolgan joylari 208 bo'ladi. Xudo xolasa hozir Buxoroga chiqib ketyapti hozir. Navoiyga chiqarib yuboryapti. Xudo xolasa hozir mashinani ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu kraska sepiladigan jarayoni. Hozir mana sexdan tayyor bo'lib chiqqan jarayoni. Hozir bu bir qator hozir zaylagan bu, bir qator shilipovka bo'lib, keyin kraskaga ketiladi. Kraska sepilib, hamma narsalari sepilib, chiroyli qilib, keyin konteynerimizga taklanadi. Xudo xolasa, xo'p. Buni pozitsiyalari bor, pozitsiyalarini aytib o'tib ketamiz. Buni 20 ligi bor, keyin 25 ligi bor. Hozir mana shu oldimda turgan 20. Eng qizig'i buni yana bitta yangilik qilib qo'yilgan. Buni og'zicha kattalashgan. Hali ko'p obunachilarimiz, klientlarimiz og'zini sal kattalashtirib beringlar deganlariga og'zini kattalashtirganmiz. Bemalol katta o'tinlar ham sig'averadi bunda. Xo'sh, aytib o'tayotganimizdek 208 lik list, o't yonadigan joyi 5-6, zaslonkasi, kuldoni, nagar tozalaydigan hamma narsasi bo'ladi. Xo'p, bu 20 likda birinchi pozitsiyasi. Bunimizning narxi 1.100.000 so'm. Buni orqasiga tapchan qo'yiladigan bo'lsa, 1.150.000 so'm. Keyin ham tapchan, ham tevasida reshotkasi bo'lsa, buni 1.200.000 so'm bo'ladi. Undan tashqari 25 ligimiz bor. Mana bu tarafda aytaylik. Hozir buni ham o'sha prostoy varianti bor bundan. O'sha 25 ligimiz mashinasi. Uni bo'ladi ham hozir kraskaga bo'lgan. Xudo xolasa logotiplarni urishyapti. Bunga urilmaydi. Endi qolganlari ham urilgani yo'q hozir. Ularga ham logotiplarni uriladi. O'sha biz aytib o'tganimizdek kraskalari 1200 gradusga chidaydigan kraska bo'ladi. Xo'p. 25 ligi mana shu holati 1.250.000 so'm. Orqasiga tapchani, keyin tevasida reshotkasi bo'ladigan bo'lsa 1.350.000 so'm bo'ladi. U full varianti. Full varianti 25 liga 1.350.000 so'm, 20 likda full varianti 1.200.000 so'm bo'ladi. Xo'p, o'sha aytib o'tganimizdek listlari 208, o't yonadigan joyi 5-6, kraskalari 1200 gradusga chidaydigan kraskalar. Xudo xolasa to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Pechkalarimiz xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bor. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Undan tashqari mana xudo xolasa mashinamizga yuklanyapti, Navoiyga chiqib ketyapti. Xo'p, to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.